Xo'p, Jasur aka, men misol uchun mashina olayotgan odamlar ularga qiziq, bu mashinani olgandan keyin men qancha vaqtgacha misol zavod bergan garantiya bo'yicha yura olaman yoki necha yil vaqtgacha yura olaman. O'sha qaysi detallarga qancha garantiya beriladi? Shu haqida Sho'p akamizga bir to'g'ri ma'lumot bersa yaxshi bo'lardi. Birinchidan rahmat kattakon savol uchun, o'rinli savol bo'ldi. Juda ko'p shopir akalarimiz bizga aloqaga chiqishadi bu savol bilan. Birinchidan men hozir paytabni tushuntirishga harakat qilaman. Birinchidan klient mijoz mashina olayotganda qo'liga karantinniy politika bilan shartnoma beriladi. U yerda более подробно yozilgan. Xabaringiz bor, Vum kompaniyasi bizani texnikaga 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr beramiz. Lekin joyi bor. O'zi 100 ming kilometr yoki bo'lmasa 3 yil bu motorga, korobkaga, задний mostga. Qolgan zapchastlarga o'zini srok garantiyasi bor. U haqda karantin politikada yozilgan. Qolgan detallariga o'sha garantiya qog'ozida yozilgan boshqacha sroklar hammasi bormi? Da, hammasi bor. Hozir sanab o'tsak, bizani просто vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun o'sha yerdan tanishib olishsin. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin yoki kommentariy yozishlari mumkin. Demak, bu garantiyali pismoni qayerdan olaman deganlar uchun Vum kompaniyasini Instagram profilida, Telegramda link bor. Kirganingizda pin tepaga qotirib qo'yiladigan joy bossanglar, o'sha yerda garantiyali pismo degan fayl chiqadi. O'sha fayl ichidan bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi.